刘海反卷很俏皮，别看她身子很迷你，能量潜力大无敌。耶！海宝来了！啦啦啦啦啦哩哩啦啦啦啦啦哩哩，美好城市星球里，追寻梦想我和你。啦啦啦啦啦哩哩啦啦啦啦啦哩哩，美好城市星球里，追寻梦想我和你。Uyghur ormanlığı. Yangi Хайбао atriti qurilgandan keyin ko'pchilik birlikda zerakchoqlarning qimmatli kitobini izlash safariga otlanayotganda atrofdagilar Uyghur daraxining xatarda qolganidan xabar tepib, darhol Uyghur o'rmonligiga yetib keldi. xatarga uchirdi. Uyghur daraxi xatarga uchirdi. G'alit ish qo. Zerakchoqlarning ko'z tuskunisi Uyghur daraxining yaqin atrofda ekanligini ko'rsatgan edi. Uni ko'ramidik qo. Uyghur daraxidagi zerakchoq qiziqib to'ygandan keyin uxlab qoldimi, nima? Sen yishdan qimizda yuriysan. Uyghur daraxi xatarga uchrabdi. Biz darhol uni tepishimiz kerak. Biz yana bir tafsilroq izlab boqaylik. Nima ovoz bu? Topçaq, sırtqı görünüşü omaq, tükür sistemesideki zerakçaq, dumulashqı bek mahir, halqılıq paytki kelgende tükülüp, tüklük top hayvanға özgüreleydi. Haybav neyim qılmaqçıdı, mən də pırçaq tanışmatamdı ya. Allah, həmmini beray. O neyim qılmaqçıdı? Haybav, onunla bizden yamaniyetimiz yoxluğunu etkid. Maqul. Dur, hepimize kulaq sağın. Biz Uyghur daraxini qutquzg'ili kelgan. Dur, bizga ishongan. Rostavotman, bizga ishongan. Sen bizga ishongan. Dur, rostavotman, biz cho'qim Uyghur daraxiga yordam qilamiz. Toplum deyişçe, Uyghur daraxi zerakchoqning qayerda ekanligini biladi ekan. Bu bizni boshlab boradi ekan. Yaxshi bo'ldi. Kimsini men qurgan to'zaqqa bosib kirsin debdi. Mening tutmoqchi bo'lganim Хайбао edi. Sen kalva emas eding. Yo'q, anaqa tez uni pastga tushirgin. Başlayaq. Mening bir yaxshi amalim bor. Uyghur daraxi orqali Хайбао atrofdagilarga tahdid tushirtayli. Хайбаolar nayta oq ko'ngil Uyghur daraxining xatarga uchrishiga qarab turmaydi. Bu kalva Хайбао atrofidagilar oq ko'ngil bo'lsa, hamisi biz eski kimmiz-da? Biz bu eski odam emas. Bo'ladi, boshlayaq. Biroq sening aytganingmi to'g'ri, Uyghur daraxi bilan Хайбаоны tegizsakmi bog'idak, ha?
Tezrek amal qilib uni tutib tushirmay qarab tursan-ku. Tez bo'l. Xo'p, boshliq. O hamakat qo'sh. Men seni amal o'ylansam shuncha uzungacha o'ylab chiqaman. Mana hozir u chiqib ketdi. Tez berib uni tutib kel. Boshliq, men amal topdim. Tezligini hamakat qo'sh. Bo'ladi. Haybav atirdiliklarni to'sish uchun ularning yiliqi kitobini tepilishini to'singlar deb shoyimiz bizga bir maxfiy qurol so'q qilgan-ku. Qarmizmay buni. Aha, qarmız maymuni u qayerda? Qarmız maymuni g'alati maymunlar sistemasining zirakchaqi, u muzlatish, qarmız yog'dirish va tutilib zarb berish mahoratini biladi. O bizning Haybav atirdiliklarning zirakchaqlarning qimmatli kitobini tepilishini to'sishimizdagi maxfiy qurolimiz bo'la oladi. Maxfiy qurolimizmi? Aha. Qarmız maymuni, tezroq yuqoriga yamash qil. Yaxshi, tezroq qarmız purkiga. Haybav atirdiliklar oxir keldilar, lekin sizlar kechikib qoldilar. Qarmız maymuni, martini ishq surib darhol yuqori darg'ini tutib olgin. Sen tege yuqori darg'ini qo'qdamoqchimi? Qarmız maymuni to'g'nitish martini ishq sag'in. Nima hal qilib tursan? Darg'a tutish martini ishq silib yuqori darg'ini tutib olgin. Çatak bo'ldi, yuqori darg'iga ziyayitidigan bo'ldi. Haybav tezroq amal topsam-chi. Stop! Sening darajadan tashqari domlash yo'llaringni ish qilsang bo'ladi. Tez yuqori darg'ini qutqizib olgin. Güçlenip kısletek küçük hayvanla özgerdi. Başla, bu kantak narsa. O'lgur, mening planimni buzdiq. Sizlarning adaminglarni ba'risam, mening qarranglik izqi tomonimni ko'rib qo'yinglar. To'xtab turing, boshliq endi qanday qiladi?
bu yergimi sürtey. Burutuq doktor, yuxa darıxıga iş bolmagandı o. Xotirjam bo'lg'in. Yuxo darixi tezli asliga keladi. Mening dorilik suyim nihoyat unumlik. Burtiq doktor markasidagi og'riq to'xtatish dorilik suyining unumi tez. Yana maqtanishga boshladi. Zirakçaqlar xatarga yo'liqqan o'xshaydi. Amsa tezroq berib ko'rib boqayli. Haybav atratidagilar tayyorlanma. Mangdo! Mangdo! To'xtab turinglar. Dostlar, bu qandaq narsa? Bu vaqt bo'shliq chaqirish asbobi. Buni elib olinglar. Agar yo'lda yana xatarga uchirsanglar, mushuning bilan chaqirsanglar bo'ladi. Amisi biz ketdik. Yo'lda ehtiyot qilinglar. Endi bordig'inglar Marvoyit orishini. U yer baxatarlik.